Assalomu alaykum mana barchaga. Bizning yangi sveji kelgan ekskavator paraguruvchilarimiz yangi modelda kelgan. Mana 3CX Plus. Bu novinka hisoblanadi. 24-yil GCB modellarini yengiladi. Bu yerda eng muhim narsa tashqi ko'rinishlari juda katta o'zgarishga ega bo'lmasa ham, ichida gidronasos kuchaytirildi buni. Bu chaqqonligi kuchi bo'yicha nomer 1 bo'lib qoldi. 155 litr haydaydi minutiga. Gidrosistemasi o'zgargan buni. Birinchi ko'rishlar bo'ladi. Hammasi standart plus modellarida. Qo'shimcha planirovочный ko'rish bu 50 lik и 80 talik ko'rish ham qo'shib berilyapti. 80 talik ko'rish и 150 litr ko'rish ham. O'zida 60 talik ko'rish turibdi. Avtomat korobka, joystiklar ham, konditsionerlar ham juda o'zgacha bo'lib chiqqan LED ekranlar bo'lib. Keyin mana zashtkani hamma tashqaridan ochilardi. Bu hozir tros bilan orqaga kirgizilgan. Xuddi angliyskiga o'xshab. Zashitga qo'yildi bu yerga. Oldin ochiq bo'lardi. И mana shu yerga o'rnatilgan hozir nasos ham. Hozircha shu ma'lumotlar yetarli deb o'ylayman. Qiziqqanlar bo'lsa yozinglar, telefon qilinglar. Xudo xolasa tushuntirib beramiz. Narx-navolarga kelsak, uni ham hal qilamiz.